Demak, asarlarimiz insonlarning ruhiyatiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Shifokorlarimiz insonlarning jismini davolasa, madaniyatimiz, maqomlarimiz insonlarning o'zini, ruhiyatini davolaydi. Mana men sizlarga hozir bir ikkita misollar keltiraman. Qo'qon ushshog'i insonga bo'lgan ta'siri. Inson yurak urishiga ijobiy ta'sir ko'rsatib, qon tomir tizimini me'yorlashtiradi. U dam olishga yordam beradigan terapiyada qo'llaniladi. Eshitilish vaqti tongda uyg'ongandan so'ng. Demak, ertalab turib uyg'ongandan Qo'qon ushshog'ini eshitsangiz, sizda shu holatlar kechadi. Keyingisi xalqimiz eshitgan Tanavor ashulasi. Xalqimiz sevib ijro qilgan, eshitgan Tanavor ashulasi. Insonga bo'lgan ta'siri. Tinglovchini hayajonga solib, baxt garmonini ishlab chiqarishga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Tasalli tuyg'ularini uyg'otadigan, dam olish va hissiy farovonlikni targ'ib qiladi. Eshitilish vaqti, tushlik vaqti, horliq chiqargandan so'ng. Demak, asarlarimiz insonlarning ruhiyatiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Har bitta asarni o'zini eshitilish, ijro qilish va hazm qilish vaqti bor.